Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, qadrli otaxonlar va onaxonlar, hurmatli tomoshabinlar. Bugungi videomizda biz hukumatimizning pensiya yoshidagi yurtdoshlarimizga qaratilgan yangi, afsuski, adolatsiz qarorlari, xususan elektr energiyasi uchun ijtimoiy norma qanday qilib kutilmaganda qisqartirilishi va bu bizning kundalik hayotimizga qanday ta'sir qilishini batafsil muhokama qilamiz. Tayyorlaning aziz yurtdoshlar. Davlatimiz pensiya yoshidagi insonlarning yelkasiga yana bir og'ir yukni yuklashga shaylanmoqda. Bu shunchaki yangilik emas, bu haqiqiy zarba, har birimizning cho'ntagimizga, oilamizga, qishki sovuqda isinishimizga qaratilgan zarba. Eslab ko'ring, aziz otaxonlar va onaxonlar, sizlar bu vatan uchun qancha mehnat qildingiz? Qolingizda ketmon bilan dalalarni obod qildingiz, zavodlarda gisht terdingiz, paxta terdingiz, dalalarda mehnatingizni qildingiz, bolalar o'qitdingiz, bemorlarni davoladingiz, ustozlik qildingiz, injenerlik qildingiz, dehqonchilik qildingiz. Vatanimizni rivojlantirish uchun bor kuchingizni, umringizni ayamasdan fido qildingiz. Sizlar shu davlatning poydevorini qurdingiz, uni mustahkam qildingiz, bugungi avlodga yashash uchun munosib zamin yaratdingiz. Endi esa mana shu poydevorni qurgan, butun umrini mehnatga bag'ishlagan, qonuniylik va adolatga ishongan insonlarga davlat o'zining mehrini shunday ko'rsatyaptimi? Aytingchi, mening hurmatli tomoshabinlarim, sizlarning fikringizcha, sizlarning yillar davomida qilgan mashaqqatli mehnatingizga, yoshingizga, jamiyatga qo'shgan ulkan hissangizga shunday munosabat adolatdanmi? Qaysi yillarda ishlagan, qaysi sohaga umringizni bag'ishlagan va hozir qancha pensiya olasiz? O'z hayotiy hikoyangizni izohlarda yozib qoldiring. Biz birgalikda bu adolatsizlikka qarshi turishimiz, ovozimizni eshittirishimiz kerak. Axir yoshi ulug'larimizning duosi va haqqi biz uchun eng aziz narsa emasmi? Bundan keyin ham shunday muhim yangiliklardan, huquqiy maslahatlardan boxabar bo'lishni, huquqlaringizni bilib yashashni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero bilim bizning himoyamizdir. Birlashsak kuchimiz ortadi. Har bir obuna, har bir izoh bizning ovozimizni kuchaytiradi va adolat uchun kurashimizda muhim ahamiyat kasb etadi. Keling, avval vaziyat qanday bo'lganini eslab olsak. Avvallari elektr energiyasi uchun ijtimoiy norma 200 kWh etib belgilangan edi. Bu me'yor garchi ko'pchilik uchun yetarli bo'lmasa-da, baribir pensiya yoshidagi, kam ta'minlangan oilalarga, yolg'iz keksalarimizga biroz bo'lsa-da yordam bo'lar edi. Davlat o'zining ijtimoiy himoya funksiyasini bajarishga intilayotgandek tuyulardi. Ya'ni bu me'yor sizlarning tinch-totuv yashashingiz, kunlik ehtiyojlaringizni qondirishingiz uchun bir asos bo'lib xizmat qilar edi. Qolaversa, kommunal xizmatlarning narxlari ham hozirgidek osmonu falak emasdi. Pensiya pulingizni olgach, eng avvalo oziq-ovqat va dori-darmonga ketadigan xarajatlardan keyin kommunal to'lovlarni ham ko'pincha qiynalib bo'lsa-da to'lab kelardingiz. Bu holat odatda mahalla faollari, oilaviy poliklinika hamshiralari tomonidan ham kuzatilib, yordamga muhtoj keksalarimiz doimiy e'tiborda bo'lardi. Axir bizning mentalitetimizda yoshi ulug'larga hurmat, ularga g'amxo'rlik qilish har bir oilaning, har bir jamiyat a'zosining burchi hisoblanadi. Davlat ham hech bo'lmaganda shu jihatdan o'zining burchini qisman bajarayotgandek tuyulardi. Ammo afsuslar bo'lsinki, hozirgi ahvol butunlay boshqacha tus olmoqda. Eshityapmizki, Energetika vazirligi bizning cho'ntagimizga yana bir zarba berishga tayyorlanmoqda. Ular ijtimoiy normani 200 kWh dan 150 kWh ga qisqartirishmoqchi. Ya'ni har oyda sizga atigi 150 kWh elektr energiyasi ajratiladi. Agar shu limitdan 1 kWh bo'lsa ham oshirib yuborsangiz, darhol savdo korxonalari uchun belgilangan tijorat tarifida, ya'ni 900 so'mdan to'laysiz. Bir tasavvur qilib ko'ring, 150 kWh nima degani? Bu kundalik hayotimizdagi eng zarur ehtiyojlarni qondirish uchun ham yetmaydigan me'yor. Ayniqsa, qishning qahraton sovuq kunlarida uyda isinish, choy qaynatish, televizor ko'rish, yorug'likdan foydalanish uchun bu juda oz xabarlarga ko'ra, hududgaz ta'minot va elektr tarmoqlari inspektorlariga allaqachon ogohlantirishsiz. Darhol qarzga botganlarning elektr energiyasini uzib qo'yish bo'yicha yashirin ko'rsatma berilgan. Hatto uyda og'ir bemorlar, yosh bolalar yashayotgan bo'lsa ham. Bu qanday adolat? Bu qanday insoniylik? Bizning qadriyatlarimiz, azaliy urf-odatlarimiz, yoshi ulug'larga hurmat tamoyillarimiz qayoqqa ketdi? Davlat o'z fuqarolariga, xususan bu vatan uchun umrini bergan keksalarimizga shunday munosabatda bo'lishi mumkinmi?
Bu axir ularni yashash sharoitlaridan mahrum qilish degani emasmi? Ushbu yangi tizimdan kimlar eng ko'p zarar ko'radi? Eng avvalo yolg'iz yashovchi pensiya yoshidagi yurtdoshlarimiz. Pensiyasi bor yoki 100 ming so'm, 150 ming so'm, 200 ming so'm atrofida bo'lgan, faqatgina oz pensiyasiga qarab yashaydigan insonlar. Ular yashash uchun zarur bo'lgan minimal sharoitlarni ham saqlab qolish uchun nima qilishlari kerak? Dorivorlar uchunmi, oziq-ovqat uchunmi, yo elektr energiyasi uchunmi? Ularni tanlovga majburlash qanchalik to'g'ri? Ikkinchi toifa surunkali kasalliklarga chalingan, elektrga bog'liq tibbiy asbob-uskunalardan foydalanishga majbur bo'lgan bemorlarimiz. Masalan, nafas olish apparatiga bog'liq bo'lgan otaxon yo onaxon. Agar elektr uzib qo'yilsa, ularning hayoti bevosita xavf ostida qoladi-ku. Bu haqda kim o'ylaydi? Uchinchi toifa olis hududlarda yashovchi, gaz ta'minoti yo'q, isitish tizimlari ham eskirgan, faqatgina elektr isitgichlardan foydalanishga majbur bo'lgan aholi. Qishning qahraton sovuqlarida ularning ahvoli qanday bo'ladi? Ular majburan elektr energiyasidan foydalanishadi va natijada limitdan oshib ketishadi. Ming afsuski, bu qarorlar davlatning eng himoyasiz qatlamini, ya'ni pensiya yoshidagi fuqarolarimizni yanada og'ir ahvolga solib qo'yishi shubhasiz. Ularning yelkasiga ortiqcha yuk tushadi, oilalardagi baraka kamayadi, norozilik kuchayadi. Axir, pensiya jamg'armasiga yillar davomida uzluksiz ravishda badallar to'lab kelgan, vatan ravnaqiga o'z hissasini qo'shgan insonlarga davlatning minnatdorchiligi shunday bo'lishi kerakmi? Keling, oddiy insonlarning hayotidan bir nechta uzoq, ammo hayotiy misollarni ko'rib chiqaylik. Misol uchun, 93 yoshli otaxon Mamatqulni olaylik. U bir umr paxta dalalarida ter to'kib ishlagan. Qishloq xo'jaligini rivojlantirishga butun umrini bag'ishlagan. Hozir yolg'iz yashaydi. Pensiyasi deylik 150 ming so'm. Uning yagona nevarasi chet elda ishlaydi, ba'zan pul yuboradi, lekin bu yetarli emas. Qishda otaxon elektr choynakda suv qaynatadi, kichkina lampochka yoqadi, televizor ko'radi. Bu uning yagona xordigi. Elektr isitgichi yo'q, lekin choynak, muzlatkich, yorug'likning ozi 150 kWh osonlikcha orttirib yuborishi mumkin. Bir kuni uning elektr energiyasi hisoblagichiga qarab, hududiy elektr tarmoqlari xodimi kelib, ogohlantirishsiz o'chirib ketadi. Otaxon qorong'i, sovuq uyda qanday yashaydi? Uning yuragi kasal, dorilarni qorong'ida qanday topadi? Nahotki davlat uning hayotini shu qadar arzon deb hisoblasa? Yoki 28 yil maktabda bolalarga ilm bergan, ma'rifat ulashgan, hozir yosh 68 da bo'lgan Dilbar onamizni olaylik. Uning pensiyasi 400 ming so'm. 4 nafar nabirasi bor, hammasi talaba. Qizining oilasiga yordam beradi, nabiralariga kofe, shakar, oziq-ovqat olib beradi. O'zi uzoq yillik ish stajiga ega bo'lgani uchun pensiyasi biroz ko'proq, ammo baribir kam. Kichkina 3 xonali uyda yashaydi. Uyda zamonaviy pechka bor, ba'zida ovqat pishiradi. Kechki payt nabiralar kelganda kitob o'qishadi, televizor ko'rishadi. Endi esa elektr narxi oshgach, Dilbar ona nabiralariga kitob o'qima, televizor ko'rma deb aytishga majbur bo'ladi. U o'zi sevgan kitoblarni qorong'ida o'qishi kerakmi? Nabiralari dars qilish uchun qorong'ida o'tirishlari kerakmi? Axir u butun umrini shu bolalarni o'qitishga bag'ishlagan edi-ku. Yolg'iz ona Roza opa, yoshi 74 da, bir necha yildan beri og'ir kasallikka chalingan qiziga qaraydi. Qizining hayoti sun'iy nafas olish apparatiga bog'liq. Bu apparat esa uzluksiz elektr energiyasiga muhtoj. Pensiya jamg'armasidan olayotgan pensiyasi yordamida dorilarni sotib oladi, qiziga gamxo'rlik qiladi. Endi agar elektr energiyasi uchun to'lovlar oshsa va ular 150 kWh limitidan oshib ketsa, Roza opa qanday yo'l tutish kerak? Elektr uzib qo'yilsa, qizining hayoti xavf ostida qoladi. Shunday sharoitda davlatdan qanday yordam kutish mumkin? Nahotki bizning jamiyatimizda inson hayoti oddiygina tariflar ortidagi raqamlarga aylanish kerak. Axir yoshi ulug'larimiz, kasallarimiz, yosh bolalarimiz, ular bizning eng qimmatli boyligimiz emasmi? Ularni himoya qilish bizning muqaddas burchimiz-ku. Azizlar, bu og'ir damlarda sizlar qanday yo'l tutasiz? Elektr energiyasini tejash uchun qaysi maishiy buyumlaringizdan voz kechasiz? Qaysi xarajatlaringizni qisqartirasiz? Ba'zilarimiz nonushtadan keyin kunduzi yorug'lik yoqmaslikka harakat qiladi. Ba'zilarimiz televizorning o'rniga radio eshitishga o'tadi.
Ayrimlarimiz hatto uy isitish uchun eski usullarga, masalan, yog'och yoki ko'mir yoqishga majbur bo'ladi. Bu esa atrof muhitga zararli va xavfli. Fikrlaringizni va takliflaringizni izohlarda yozib qoldiring. Birgalikda bu muammoning yechimini topishga harakat qilaylik. Sizlarning tajribangiz boshqalar uchun ham dars bo'lishi mumkin. Xo'sh, bu vaziyatdan qanday chiqish mumkin? Birinchi navbatda huquqiy jihatdan biz nima qila olamiz? Birinchidan, har bir fuqaro o'z huquqlarini bilishi va ularni talab qilishi shart. Pensiya jamg'armasining nizomlari va O'zbekiston Respublikasining fuqarolarning pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonuni sizning huquqlaringizni kafolatlaydi. Ushbu yangi tariflar bilan bog'liq har qanday noqonuniy harakatlarga qarshi chiqish uchun sizda asoslar bor. Agar sizga ogohlantirishsiz elektr energiyasi uzib qo'yiladigan bo'lsa, siz darhol mahallangizga, elektr tarmoqlari boshqarmasiga, hudud gaz ta'minotiga, hatto prokuraturaga shikoyat qilishingiz mumkin. Bu ogohlantirishsiz uzish harakati qonunga zid. Har bir holatda yozma murojaat qiling va unga javob olishni talab qiling. Iloji bo'lsa, 2 nusxada ariza yozing, birini topshiring, ikkinchisiga imzo qo'ydirib o'zingizda saqlab qoling. Ikkinchidan, sog'ligida muammosi bor, tibbiy asbob-uskunalarga bog'liq bo'lgan shaxslar o'zlarining kasallik tarixi va shifokor xulosalarini to'plab, elektr tarmoqlari idoralariga va mahallaga taqdim etishlari shart. Bu ularning ogohlantirishsiz uzishlarga qarshi himoyasi bo'lishi mumkin. Davlat shunday holatlarda aholini ijtimoiy himoya qilishga majbur. Uchinchidan, energiya tejash choralarini ko'ring. Hatto 150 kWh limitida qolish qiyin bo'lsa ham, har 1 kWh tejashga harakat qiling. Eski lampochkalarni energiya tejovchi LED lampochkalarga almashtiring. Keraksiz yorug'likni o'chiring. Maishiy texnikalarni to'liq o'chiring, kutish rejimida qoldirmang, chunki ular ham energiya sarflaydi. Issiq suvsizlanishning oldini olish uchun elektr choynakni haddan tashqari ko'p ishlatmang. Iloji bo'lsa, gaz plitasidan foydalaning. To'rtinchidan, mahallangiz bilan yaqin aloqada bo'ling. Mahalla faollari, oqsoqollari, xotin-qizlar qo'mitasi yordamga muhtoj pensiya yoshidagi yurtdoshlarimizni himoya qilishda muhim rol o'ynashi mumkin. Ulardan yordam so'rashdan uyalmang. Ba'zida mahalla raisi yoki hokimlikka shikoyat qilish ham natija berishi mumkin. Birgalikda muammolarni ko'tarish, ularga e'tibor qaratish, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish bizning umumiy maqsadimiz bo'lishi kerak. Beshinchidan, pensiya jamg'armasi va boshqa ijtimoiy xizmatlardan qanday yordam olish mumkinligini bilib oling. Ba'zi toifadagi fuqarolar uchun, masalan, nogironligi bo'lganlar, yolg'iz yashovchilar uchun qo'shimcha imtiyozlar yoki moddiy yordam dasturlari bo'lishi mumkin. Bu haqda pensiya jamg'armasining mahalliy bo'limlariga murojaat qiling. Hatto bir martalik moddiy yordam ham qishda sizga yordam berishi mumkin. Xulosa qilib aytganda, aziz yurtdoshlar, hozirgi vaziyat juda ham murakkab. Davlatimizning pensiya yoshidagi insonlarga bo'lgan munosabati, afsuski, biz kutganidek emas. Lekin biz jim turmasligimiz kerak. Huquqiy savodxonligimizni oshirish, o'z huquqlarimizni talab qilish, bir-birimizga yordam berish, bu bizning eng muhim vazifamiz. Axir bizning ajdodlarimizdan qolgan eng katta meros bu birdamlik va o'zaro hurmat emasmi? Shu qadriyatlarga sodiq qolsak, albatta har qanday qiyinchilikni yengib o'tamiz. Shunday ekan, aziz yurtdoshlar, hozirgi vaziyatda biz nima qilishimiz kerak? Sovuqda qolib, to'lov uchun qarzga botishimiz kerakmi yoki huquqlarimizni talab qilib, adolat izlashimiz kerakmi? Sizningcha, davlat o'z fuqarolarini, xususan, bu davlatni bunyod etgan pensiya yoshidagi insonlarni himoya qilishga majbur emasmi? Sizning fikringiz qanday? Izohlarda o'z javoblaringizni kutib qolamiz. Biz birgalikda kuchlimiz.